Xayrli ishning erta kechi bo'lmaydi. Ta'limga qaratilayotgan e'tibor natijasi o'laroq bugun zamonaviy maktablarning qurib foydalanishga topshirilayotgani ham fikrlarimiz isbotidir. Chiroqchi tumanidagi 24-umumta'lim maktabining qo'shimcha yangi binosini foydalanishga topshirilishi nafaqat o'quvchilar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham katta xursandchilik olib keldi. 20 yildan buyon bolalarga boshlang'ich ta'lim berib kelayotgan chiroqchilik Sarvinoz Po'latova bu haqda to'xtalarkan, bolalardek quvonganini yashirmadi. Shu vaqtgacha sinfxonalarimiz tor, qishdan kunlari sovuq, o'quvchilarimiz tiqilib ishda o'tiradi. Bir-biriga nima bo'lib, noqulayliklar bo'laydi. Masalan, o'quvchilarda ham ishtiyoqi baland, o'qituvchilarning ham ishtiyoqi baland, xursandmiz biz. Binoning ochilish marosimi ham katta tantana tusini oldi. Unda so'zga chiqqanlar keyingi yillarda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarga alohida to'xtalib, tumanda bu boradagi rejalar xususida ma'lumotlar berib o'tishdi. Mustaqilligimizda 33 yilligida 7 ta umumo'rta ta'lim maktabida yangi va qo'shimcha binolar topshirilgan edi. Bugungi kunda koeffitsiyenti baland maktablarimiz kundan kunga kamayyapti. Mana 25-26-yil davlat dasturida ham 12 ta maktabimiz qurilishga tushgan. Albatta buni biz koeffitsiyentlar kamayadi, o'quvchilarimizga yana ham o'qish uchun barcha sharoitlar yaratilyapti. Shu kuni ochilgan bir qator ijtimoiy obyektlar qatorida 23-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham foydalanishga topshirildi. Mana bugungi bog'chamiz ham 120 o'rinli. Bu mana shu mahallaga yangi ochildi. Qariyb 4 milliard mablag' evaziga. Ta'kidlash kerakki, bugun bog'cha degan iboraga munosabat o'zgardi. Qaysidir ma'noda avvallari bolalar bog'chalari shunchaki bolalarga egalik qilib turgan bo'lsa, bugungi talablar butunlay boshqacha. Endi bolaning bog'chaga kelishidan tortib ketishiga qadar bo'lgan vaqt oralig'i alohida mas'uliyatga ega bo'lib, bolaning ma'naviy kamoloti birinchi vazifa sifatida belgilab qo'yildi va qurilayotgan binolar ham mazkur vazifalarga uyg'unlashtirildi. Hamma sharoitlar bor, bolalarimiz juda xursand, mahallamiz hayvoni bobolarimiz hammasi juda ham xursand. Ochilish marosimi 93-umumta'lim maktabida davom ettirildi. Bu yerda ham 500 o'rinli yangi bino o'quvchilar ixtiyoriga berildi. Hozirgi maktabimiz sinfxonalari juda keng, issiq, sovuqda issiq, yorug'. Biz ularga bemalol o'qib, hamma sharoitlar yetarli. Oldingi maktabimiz bo'lgan sharoitdan ko'ra hozirgi maktabimiz sharoiti ancha yuqori va baland hisoblanadi. Bugungi yosh avlod yangi O'zbekistonning eng katta boyligi, kelajak va istiqbolimiz poydevoridir. Shu bois mamlakatimizda yoshlar salohiyatini oshirish, ta'lim tarbiyasi uchun munosib shart-sharoitlarni yaratish asosiy vazifa sanaladi. Yangi bog'cha va maktab binolarining foydalanishga topshirilayotgani esa ushbu vazifalar ijrosining amaldagi ifodasidir.